Assalomu alaykum. Diqqatingizni qaratishingizni so'rayman. Demak, biz juda muhim hujjatlar, xalqimizni, odamlarimizni manfaatiga xizmat qiluvchi, ularga imtiyoz beruvchi qonunlar haqidagi oddiy tushuntirishlarimizni davom ettiramiz. Hozirgina Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 3 ta mana shunday muhim qonun qabul qilindi. Ularni nomma-nom aytib o'tirishga demak hojat yo'q. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni kuzatib borsangiz, bular haqida batafsil ma'lumotlar bor. Men ko'proq odamlarni qiziqtiradigan jihatlariga, muhim jihatlarga e'tiborni qaratmoqchiman. Demak, birinchi hujjat qishloq xo'jaligi sohasi vakillariga, ko'proq o'sha fermerlarni, tadbirkorlarni yoki dehqon xo'jaliklarini demak qiziqtirishi tabiiy. Endi fermer, olaylik, oddiy misol bilan aytaman. Endi fermer davlat ishiga o'tsa, ilgari amaldagi qonun bo'yicha ijaradagi yerini demak topshirardi. Endi bunga hojat yo'q. Fermer endi boshqa ishga o'tsa, olaylik, davlat ishiga o'tsa, ijaradagi demak ixtiyoridagi yer maydonini oila a'zolarini biriga topshiradi. Ya'ni ayoliga bo'lishi mumkin yoki voyaga yetgan, demak 18 yoshdan oshgan farzandiga topshirishi mumkin. Ikkinchi hujjat ko'proq vatandoshlarimizni qiziqtiradi. Ya'ni butun dunyo bo'ylab, Amerika Qo'shma Shtatlarida, Germaniyada, Yevropaning boshqa mamlakatlarida, Kanadada yoki Osiyoning boshqa mamlakatlarida o'zini o'zbek yoki qoraqalpoq millatiga mansub deb istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz bor. Yangi qabul qilingan qonunga ko'ra endi vatandosh guvohnomasi va vatandosh kartasi joriy qilinyapti. Mana shu guvohnoma va karta egalari, ya'ni bizning vatandoshlarimiz endi davlat bojidan ozod etilyapti. Ya'ni turar joyi bo'yicha yoki viza to'lovlari bo'yicha endi ular boj to'lamaydi. Yana bir muhim qonun bugun qabul qilindi. Ushbu hujjatga ko'ra endi retsept bilan beriladigan dori vositalarini noqonuniy aylanishiga nisbatan jazo choralari kuchaytiriladi. Ushbu jazo choralari haqida batafsil ijtimoiy tarmoqlarimizni kuzatib boring. Jazo turlari va jazo choralarini bo'yicha demak batafsil ma'lumotlar berilgan.